Isroil yana G'azoga hujum boshladi. Isroilning G'azo sektori markazidagi Az-Zaviyada shahriga uyushtirgan hujum oqibatida 6 kishi halok bo'ldi, yana bir necha kishi yaralandi. Qozog'istonda bayroqni teskari ilgan xodim jazolandi. Bayroq olib tashlangandan keyin ham odamlar xatolikni qo'pol e'tiborsizlik sifatida baholab, aybdorlar jazolanishini talab qilgan. Surxondaryoda Cobalt va Nexia to'qnashishi oqibatida bir kishi halok bo'ldi, yana bir yo'lovchi shifoxonaga yotqizilgan. Luvr muzeyidan zargarlik buyumlari o'g'irlandi. Madaniyat vazirligiga ko'ra muzeydan jami 8 ta buyum olib ketilgan. Gonkongda Dubaydan kelgan yuk samolyoti qo'nish vaqtida dengizga quladi. Hodisa oqibatida 2 kishi halok bo'lgan. Ispaniyada qora mushuk boqish vaqtincha taqiqlandi. Mamlakatning shimoli-sharqiy Kataloniya mintaqasi Halloween bayrami arafasida shahar aholisiga qora mushuk boqib olishni taqiqlagan. Har kuni sizdan yashirilayotgan voqealar bor. Ularni bilishga tayyormisiz? Unda Telegram kanalimizga ulaning. Havola profil shapkasida.